Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan tashkil qilingan efirda Upgrade.uz podkasti yana efirda. Bugungi mavzuyimizni biroz so'z o'yini qilib oldik, ya'ni tibbiy tahlillar tahlili deb nomladik. Aytib o'tish kerak, bu bugungi kunda juda ham dolzarb mavzu, ayniqsa iste'molchilarimiz uchun. Deylik, mana ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasam ko'cha-ko'yda eshitib qolamiz, bir xil qon tahlilini yoki biron bir analizni bir necha joyda topshirsam turlicha chiqdi, kimga ishonay, qaysi biri to'g'ri degan gaplarni eshitib qolyapmiz. Bugun aynan mana shu jihatni tahlil qilib chiqamiz. O'ylaymizki, bu bugungi mutaxassislarimiz tomonidan beriladigan ma'lumotlar iste'molchilarimizga juda ham foydali bo'ladi. Bugungi podkastimiz ishtirokchilarini tanishtirib o'tmoqchiman, ya'ni Muhammadjonova Nodira Ismoiljonovna, tibbiyot fanlari doktori, Toshkent xalqaro kimyo universiteti dotsenti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zakirov Muhsin Muxtorovich, Intermed Innovation MChJ qo'shma korxonasini laborator tekshiruvlar sifat nazorati bo'limi rahbari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohigul Azimova, jurnalistimiz va shu o'rinda iste'molchi sifatida qatnashyaptilar. Shu bilan birga Elmira Tagiyeva, O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi tibbiy laboratoriyalar sho'basi mudiri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va Mahmudjon Xayrullayev, O'zbekiston akkreditatsiya markazi malaka tekshiruvi provayderlari va standart namuna ishlab chiqaruvchilarni akkreditatsiyasi bo'limi boshlig'i. Assalomu alaykum Mahmudjon. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va men O'zbekiston akkreditatsiya markazi matbuot kotibi Barchinoy Jo'rayeva. Hammangizni bugungi podkastimizda ko'rib turganimdan mamnunman. Avvalo so'zni Mohigul Azimovaga bermoqchi edim, jurnalistimizga. Mohigul, mana siz jurnalist sifatida ham hozir yuqorida aytib o'tgan bir holatlarimni balki eshitgandirsiz, kuzatgandirsiz, balkim jurnalistlarga shunaqa murojaatlar bo'lgandir. Shunaqangi bir holatga hech uchradingizmi? Assalomu alaykum. Avvalo hamma ekspertlarimizga va mana shu muloqotimizda ishtirok etayotgan ishtirokchilarimizga deyman. Xuddi siz aytgan holat shaxsan o'zimda bo'lgan, Barchinoy opa. Endi har birimiz vaqti bilan mana shu tahlillarni topshirishimizga to'g'ri keladi. Tahlillarni, ya'ni salomatligimiz munosabati bilan yoki bir tibbiy ko'rikdan dispanserizatsiya munosabati bilan shunaqa holatlarga duch kelamiz va o'zimda ham xuddi shunaqa holat yuz bergan edi, adashmasam o'tgan yili edi. Ya'ni qon tahlilini topshirishga to'g'ri kelganda o'sha o'zimizni mahalliy poliklinikamizga borganimda, ya'ni balandroq ko'rsatkichda qon tahlilidagi o'sha ko'rsatkich kelib chiqdi. Nima deydi? Xullas, o'sha jarayonda oradan 2 kun o'tgandan keyin men bunchalik bo'lmasa kerak, bunchalik baland bo'lmasa kerak degan holatda yana bir o'zim uchun xususiy tibbiy o'sha ko'rikka bordim va o'sha yerda qon tahlilimni topshirganimda bu yerda endi o'sha qon natijalarini o'rta hisobda, ya'ni o'zimiz qabul qilishimiz mumkin bo'lgan doirada kelib chiqarishdi va menda shu yerda 2 xil qon tahlili analizlarining natijasi chiqqanida savol tug'ildiki, bu narsa bitta menda shunaqamikan yoki boshqalarda bormi desam, o'sha o'zimizni o'sha hamkasblarimizda deyarli ko'pchilikda shunaqa holat uchrashiga guvoh bo'ldimda va o'sha ayni mana shu mavzuda hozir ekspertlarimiz shu yerda jalb etilgan ekan va menda shunday savol paydo bo'ldiki, qon tahlillari umuman insonlarga tegishli bo'lgan tibbiy tahlillar mana shunday orasidagi tafovut kelib chiqsa, bu xato kimdan o'tar ekan, yo bu aslida xatolikmi yo'qmi, yoki bu noto'g'ri tahlil analizlarining natijalarimi ekan va bunga iste'molchi sifatida yoki bir oddiy fuqaro sifatida biz qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak?
xavotirga o'rin yo'qmikan degan savollar ham paydo bo'ldida. Keyin yana bitta nima deydi, yana bitta savol shu o'rinda paydo bo'ladiki, bu natijalar masalan bu muassasaga taalluqlimi yoki masalan orada balkim meni salomatligim shunaqa bo'lgani uchun balkim bir oydan keyin topshirsam boshqacha natijalarni, ya'ni qon tahlili natijalari ko'rib keladigan holat bo'larmikan deb o'yladimda, yana bitta bu muassasaga bordim. Endi bu qaysi, to'g'rirog'ini aytsam, bu pandemiyaga to'g'ri kelgan vaqtga to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa holat yuz berdiki, hattoki 3 ta joyda 3 xil natija ko'rindi bu yerda. Keyin men o'yladimki, o'sha koronavirus vaqtida qaysidir tibbiy tahlilda menda o'sha koronavirus aniqlandi, qaysidir birida aniqlanmadi. O'sha holatda ham tafovut kelib chiqdiki, shunda hozir ekspertlarimizdan so'ramoqchiman. Bu tahlillarni qaysi biriga ishonish kerak va biz bu mana shu olayotgan xulosalarimiz, natijalarimizda qaysi biridan shu normaga to'g'ri keladi, qaysi biriga ishonishimiz kerak, bu qanchalik to'g'ri? Mahogul, haqiqatda savolni to'g'ri qo'ydingiz va zotan koronavirus pandemiyasi paytida juda ko'pchilikni tahlillari tushunmovchilik, qayerdadir mana shu virus senda bor deb natija bersa, qaysidir tibbiy laboratoriya bu virus yo'q degan javoblarni berdi. Ko'pchilikda chalkashlik bo'ldi, lekin mutaxassislarimiz bugun mana oydinlik kiritishadi shu holatga. Bu yerda juda ko'p jihatlarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Bugungi podkastimizda shular haqida ham aytib o'tamiz, lekin bugungi mavzuyimiz tahlili shaffof bo'lishi uchun biz mana shu podkastga kirishishdan oldin bir ko'ngilli odam ishtirokida bir kunda, ya'ni bir vaqtni o'zida 3 ta joyda bir xil analizlarni topshirdik. Ya'ni oradan bir kun o'tmadi, 2 kun o'tmadi yoki bir oy o'tmadi. Bir kunni o'zida faqatgina 3 xil tibbiy laboratoriyada analizlarni topshirdik. Mana shu natijalar hozir qo'limizda turibdi. Men Nodira Ismoiljonovadan mana shu natijalarni sharhlab berishni iltimos qilgan bo'lar edim. Nima uchun mana shunday chiqdi? Natijalar menimcha Mahmudjonda, to'g'rimi? Mahmudjon, shuni agar ekranga qo'yib bersangiz, mutaxassisimiz, mana hozir jurnalistimiz oradan vaqt o'tib topshirilgan analizlar haqida gapirdilar. Lekin hozir bizning qo'limizda yangi tandirdan chiqqan analizlar turibdi. Bir kunda 3 ta joyda topshirilgan analizlar. Shuni bir sharhlab bersangiz, Nodira opa, nima uchun bunaqa chiqdi? Yana rahmat, assalomu alaykum. Xo'p, demak, xo'p. Bu yerda sizlar umumlashtirgan holatinglar, menimcha bu slaydda shunaqami? Umumlashtirgan holatinglar 3 ta demak poliklinika, oilaviy poliklinika bo'lsa kerak, xususiy birinchi va xususiy ikkinchi bu klinik diagnostik laboratoriyada qilingan tahlil natijalarini ko'ryapman. Xo'p, demak oilaviy poliklinikada ko'rishimiz shunday ko'rinib turibdiki, umumiy qon analizida faqatgina gemoglobin hamda leykotsitni konsentratsiyasi o'lchangan ekan va biokimik ko'rsatkichlardan faqat ALT, AST hamda mochevina tahlillari o'tkazilgan ekan. Xo'p, demak, maqsadga muvofiq biz hozir gemoglobin ko'rsatkichini birinchi bo'lib agar taqqoslaydigan bo'lsak, xususiyda demak 145 gram na litr beryapti bittasi, ikkinchisi 142. Ya'ni ikkita xususiyni ko'rsatkichlari bir-biriga yaqin. Bitta fikr yuritishim mumkin. Oilaviy poliklinikada yoki metodika, ya'ni boshqa uslub qo'llanilgan. Bu bo'lishi mumkin. Biz endi qo'l bilan qilinadigan usul deymiz. Gemoglobinni aniqlanadi, bu fotoelektrokolorimetrda aniqlangan bo'lishi mumkin. Xususiy klinikalarda esa, laboratoriyalarda bu yerda gematologik analizatorda aniqlangan bo'lishi mumkin. Va bu yerda yana bitta narsa savol tug'iladi. Bu yerda biomaterial sifatida qaysi qon qo'llanilgan, venoz qonmi yoki kapillyar qonmi? Agar bu yerda xususiydagi
ikkita xususiyda agar venöz qon ishlatilgan bo'lib, poliklinikada bu kapillyar qon ishlatilgan bo'lsa, bu yerdagi bir-biridan farqi buni tushuntirsa bo'ladi. Lekin yana shu bitta narsa aytib ketishim kerakki, agar qon to'g'ri olinsa, venöz qon bilan kapillyar qonni o'rtasida farq bo'lishi kerak emas. Lekin aksariyat holatda, 99% holatda biz kapillyar qonni noto'g'ri olinadi. Noto'g'ri qanaqa? Biz barmoqni ezib qon olamiz. Mana o'zinglar ham topshirgansizlar, bilsanglar kerak. Va bu barmoqni ezgan holatimizda bu yerda 3 ta suyuqlik aralashmasi tushadi. Faqatgina toza qonni o'zi emas, balkim to'qima suyuqligi, hujayra suyuqliklari tushib, bizani namunamizdagi qonni bu suyultiradi. Ma'lum bir darajada suyultiriladi. Bor yo'g'i o'zi 20 mikrolitr olinadi qon va bu yerda endi ozginagina, hattoki 1 yoki 2 yoki 3 mikrolitr to'qima suyuqligi tushganda ham qon bizda bu yerda suyulgan bo'ladi. Natijada gemoglobin va boshqa ko'rsatkichlarimiz ozgina past ko'rsatkichlarni ko'rsatadi. Xuddi shunaqa boshqa shaklli elementlarimiz ham, leykositlar ham, trombotsitlar ham nisbatan venöz qonga nisbatan kapillyar qonni noto'g'ri olinganda past ko'rsatkichlarni bizga ko'rsatadi. Xo'p. Yana boshqa ko'rsatkichlar ham bor pastda. Ko'rsatkichlarda ham qarasanglar, albatta bu yerda birinchi agar endi xususiylarni, ikkita xususiyni umumiy eritrotsitlar sonini qaraganimizda ham katta farq qilyapti. Mana birinchi xususiyda 5,3 million. Davlat poliklinikasi birinchisi. Yo'q, davlatnikida yo'q bu. Uzr. Bu davlatnikida yo'q, faqat xususiy 1da va xususiy 2da bu ko'rsatkich turibdi va bu yerda ular o'zaro juda katta farq, bu taxminan 2,1 million eritrotsit soniga farq qilinyapti. Ko'rdinglar, bu katta farq. Katta farq. Bu degani diagnoz noto'g'ri ketadi. Albatta. Davolash noto'g'ri ketadi. Norma holati, ikkinchi holatida eritremiya deymiz yoki politsitemiya degan kasallik, bu yerda eritrotsitlarning sonining ko'payishi bilan kechuvchi holat bo'lyapti. Endi bu ham birlamchi, ikkilamchi. Endi sizlar boshidan aytdinglar, bu yerda vaqt oralig'i menimcha yarim soat, 1 soat bo'lsa kerak, menimcha ikkita xususiyni orasidagi. To'g'rimi? Taxminan shunaqa. Undan ko'p emas. Unaqa katta bu yerda ko'rsatkichlarda o'zgarish bo'lishi kerak emas edi. Agar boshqa 1 soat emas, ertasi kuni topshirildi deganda ham yoki bo'lmasam kechki payt topshirildi bo'lganda ham orasidagi katta farq bo'lganda men aytardim, bu yerda suvsizlanish bo'lgan bo'lishi mumkin balkim, va sabablari ko'p. Preanalitik xato deb aytgan bo'lardim, yana bitta narsa, bu ko'rsatkichlarni aniqligi faqatgina buni yana gapirsak kerak batafsilroq, bu faqatgina kundalik sifat nazoratini o'tkazadigan laboratoriyalarni ko'rsatkichlari bizda ko'proq tan olinadi desam ham bo'ladi. Kundalik nazorat, ya'ni bu ichki nazorat bu kundalik o'tkaziladi, tashqi nazorat esa bu har oyda o'tkaziladigan laboratoriyalar va ularni olingan natijalari hammasi layoqatli bo'lgandagina biz shu laboratoriyani natijalarini ishonchli deb bilamiz o'zi. Va yana pastda ham bitta ham mana ALT ko'rsatkichini agar xususiy bilan va davlatni ko'rsatkichi bilan anaqa solishtiradigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu ALT, lekin men ko'rib turibman, menimcha ALT ferment, ikkalovini metodikasi bir xil, lekin bitta holatida norma holatini beryapti, bitta xususiyda esa bu ALTni, ya'ni fermentlarni oshganini ko'rsatib beryapti. 51 bu единица litrda berilgan. Bu yerda ham men albatta qaysi
aynan shu laboratoriya to'g'ri ishladi yoki bu laboratoriya to'g'ri ishladi deb mutaxassis sifatida aytolmaysiz, tushunib turamiz. Buni aytolmaysiz. Bor yo'g'i mana shu 1 soat ichida 3 ta tibbiy laboratoriyada tekshirilgan hozir mana tahlillarni ko'rib chiqdik va siz buni mutaxassis fikri sifatida sharhlab berdingiz. Mana shu siz aytib o'tganingizdek tahlillarni olish tartibiga ham biroz to'xtab o'tdingiz, lekin yana bir savolim bor ediki, Muhsin aka, mana shu analizlarni olish tartibini buzilishi natijalarni turli bo'lishiga olib keladimi? To'g'ri aytib o'tdingiz. Bu yerda Nodir opani fikrlariga qo'shilgan holatda keyin qo'shimcha qilaman bu aytgan fikrlariga. Hozir siz savolingizga javob beradigan bo'lsam, o'sha Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotini fikri bo'yicha tibbiy laboratoriyalarning faoliyati 3 ga bo'linadi. Bu preanalitika bosqichi deymiz, keyin analitika bosqichi deymiz va post analitika bosqichi deymiz. Endi ko'pincha mana shuni chiqadigan natijalarda Nodir opa to'g'ri aytib o'tdilar, ko'p hollarda o'sha patsientlar laboratoriya aybdor degan fikrga ham kelib qolishadi. Lekin o'sha Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining fikri bo'yicha 70% va undan ortiq holatlarda preanalitik jarayonda yuzaga keladigan holatlar natijani noto'g'ri chiqishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. 70% bu preanalitikaga to'g'ri keladigan bo'lsa, 15-20% analitikaga to'g'ri keladi, 10-15% gina post analitika bosqichlariga to'g'ri keladi. Endi preanalitikaga preanalitika bosqichiga qaysi jarayonlar kiradi deb so'ramoqchi edingiz. Preanalitika bosqichiga bu davolovchi shifokor bemorga qaysi biologik materiallar olib qaysi ko'rsatkichga tekshirish vaqtidan boshlab o'sha bemori yoki patsientni bu jarayonga tayyorgarlik ko'rishlari, keyin o'sha aytilgan hamma tavsiyalarga e'tibor berib kelib kelgan hamshirani malakasiga ham bog'liq. Keyin qaysi sistemada olishyapti? Mana Nodir opa to'g'ri aytib o'tdilar, venadan olinadigan qonlar bor, значит barmoqdan olinadigan qonlar bor. Keyin uni to'g'ri olish kerak. Hozir mana O'zbekistonimizga dunyoda ishlab chiqariladigan hamma farm industriyaning tibbiy mahsulotlari kirib keladi. Ko'pgina mana xususiy klinikalarda vakutaynerlarda olishadi. Men davlatnikida endi hozir bilmadim, balki bu ko'rsatkichlardan ko'rib turibman, balki barmoqda olingan bo'lishi ham mumkin-da, to'g'ri. Keyin uni olingandan keyin saqlash sharoitlari, undan keyin o'sha laboratoriyagacha transportirovka yoki tashish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Mana shuncha jarayonda buni shu minus tomoni deymizmi? Shundaki odam omillari juda ko'p-da. Chunki mana bitta tahlilni chiqarguncha bitta laboratoriyaga borguncha-da. Shuning uchun ham tepada aytib o'tganimizda 70% va undan ortiq holatlarda o'sha preanalitika значит to'g'ri amalga oshirilsa, значит maqsadga muvofiq bo'ladi deb aytgan bo'ladim. Endi bu natijalar bo'yicha Nodir opaning fikrlariga qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu yerda to'g'ri aytib o'tdilar. Mana bu natijalar blanklarida biz harakat qilamiz shu ko'rsatkichlarni ham kiritishga. Hozir dunyoda qabul qilingan 3 xil ko'rinishda tekshirish usullari bor-da. Bu ruchnoy metod deyiladi. Bu qo'lda qilinadigan usullarimiz. Keyin poloavtomatlar deymiz, yarim avtomatlar, ularda qilinadigan usullar, avtomatlarda qilinadigan usullar. Shuning uchun o'sha blank natijalar blanklariga ham yozilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shunaqa tahlil qilayotganimizda qiynalmasdik. Qaysi usulda olingan, qaysi paytda olingan, keyin o'sha qaysi usul bilan tekshirilgan aytishim mumkinki, o'sha tekshirilayotgan tashxis vositalarini ham sezgirligi va maxsusligi degan tushunchalar bor. Mana o'sha xalqaro standart 15189 da ham shunaqa talablar laboratoriyaga qo'yiladiki, birinchidan nimadir tashxis vositasi olinadigan bo'lsa, o'sha qaysi usuldan qat'iy nazar ular o'zligi uchun shartlar, kriteriyalar, mezonlar qo'yishligi kerak-da. Qaysi o'sha sezgirlikka ega avtomatmi, polavtomat olamizmi, o'shalarni resurslaridan kelib chiqib aniqlashtirib, undan keyin uni olgandan keyin ham ichki nazorat ishlarini o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Muhsin aka, qo'shimcha etmoqchi edim-da, mana misol uchun hozir endi mani fikrim bu natijalarni o'zidan-da, mana значит xususiy bilan ikkita xususiyni solishtiradigan bo'lsamiz, значит bu yerda mana bu yerda boshqa ko'rsatkichlarni ko'pligi yaxshi, xususiy birligida nima uchun? Chunki bu yerda shunaqa bir-biriga bog'liq bo'lgan holatlar ham bor-da natijalarda. Mana gemoglobinni natijasini eritrositlar bilan ham kosvinni solishtirsangiz ham bo'ladi. Nima uchun? Chunki eritrositlar parchalangandan keyin gemoglobin chiqadi, u aniqlanadi. Ikkinchi xususiyda bo'lsa, mana gemoglobin darajasi bir xil qolgan-ku, birinchi xususiy bilan, lekin eritrositlari sal ko'proq. Keyin bu yerda mana so'y, to есть eritrositlarning cho'kish tezligi bo'yicha ham nomunosiblik ko'ryapmiz. Значит, qaysi usulda bu tekshirilgan? Chunki bu yerda ham qo'lda qiladigan usullarimiz bor. Значит, keyin pol avtomatlarda qilinadiganlar bor, avtomatlarda qilinadiganlar bor. Значит, chunki ko'ryapsizlar, bu yerda 22 ko'rsatyapti, bu yerda bo'lsa 2 ko'rsatyapti. Fermentni ham aytyaptilar, endi bu yerda birligiga ham bog'liq. Qaysi birlikda tekshirilyapti? Chunki ALTning o'sha ruchnoy metod bo'ladigan bo'lsa, mikamol na litrga tekshiriladigani bor. Значит, agar avtomatlar bo'ladigan bo'lsa, hozir ular birlik na millilitrga tekshiriladi. Agar o'ta ko'rsatilgan bo'lsa, birligi tekshirish birligini demoqchiman. Endi hozir siz Muhsin aka, Muhsin Muxtorovich, o'sha 3 ta bosqichni aytib o'tdingiz. Mana preanalitika jurnalistimizdan Mohiguldan so'rab ko'ramiz. Shu analizni, tahlilni topshirishingizdan oldin shifokoringiz qanday tayyorgarlikni ko'rgan holda shu analizga borish kerakligini sizga o'rgatdimi? Bu birinchi savol. Va shaxsan Muhsin Zakirovga yana bitta savolim bor edi. Mana hozir siz aytib o'tdingiz qanday bosqichlardan o'tish kerak bitta tahlil natijasiga erishish uchun. Lekin bunda faqatgina o'sha preanalitika yoki bo'lmasam iste'molchini qandaydir noto'g'ri tayyorgarlik bilan kelib qolgani, mana shunaqangi analizlarni har xil chiqishiga sabab bo'ladimi? Laboratoriyalardan hech qanday xatolik o'tmaydimi degan bir haqli savol ham tug'iladi-da. Shuning uchun mana shu marhamat, Mohigul, birinchi siz shifokoringiz tavsiyasini aytib o'ting-da. Sizga tahlil topshirishdan oldin tavsiyalar berildimi? Avvalo tahlil topshirishdan oldinmiz, hozir hurmatli ekspertlarimizga yana shu o'rinda bitta savolim paydo bo'lyaptiki, yo'liki, agar masalan menga o'xshagan holatda demak ikki xil tahlil natijalarini olgan fuqaro yoki o'sha iste'molchi qaysi biriga ishonishni bilmagan holatda agar u qayta yana tahlil topshirmoqchi bo'lsa, qaysi bir muassasani tanlash kerak? Masalan, qayta topshirish uchun. U masalan bizda negadir shunaqa tasavvur yoki tushuncha borki, ko'proq targ'ibot tashviqot qilingan, reklama qilingan muassasaga borishga harakat qilamiz va uniki go'yoki to'g'riroqday tuyuladi. Masalan, menda hozir mana tahlil natijalariga qarab turman, xuddi shunaqa ko'rsatkichlar ikki xil chiqqani holatida men qayta topshirmoqchi bo'lsam, aynan borgan muassasamga borishim kerakmi? O'zim uchun to'g'ri bo'lgan o'sha natijani qoniqish hosil qilish uchun yoki yanada bir boshqa xususiy klinikaga borishim kerakmi? Shu haqda menga ozgina ma'lumot bersalaringiz. Masalan, o'sha tibbiy tilda aytganda o'sha dinamikasini bilmoqchi bo'lsam masalan. Mana shu yerda menimcha tibbiy laboratoriyalarga bo'lgan ishonch masalasi kelib chiqyapti. Kim jurnalistimizni fikriga bir munosabat bildira oladi? Qaysi birini tanlasin iste'molchi? O'sha sen kasalsan deb ko'rsatgan laboratoriyaga qaytib borsinmi yoki 5-chi, 6-chi, 7-chisiga qarab ketsinmi? Mumkinmi? Marhamat. Xususiy klinikalarda hozir ular o'zini nomi bilan xususiy o'sha xizmatlarga to'lanadi, o'sha preskuranti bo'yicha. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim, ortiqcha xarajat qilmasdan, boshqa joyga bormasdan, o'sha topshirilgan joyga borib, u yerda mana 15189 xalqaro standarti ham ko'rsatib qo'yilgan, maslahatchi bo'lish kerak. O'sha maslahatchi bilan maslahatlashish kerak. Hatto o'sha boya preanalitika deb o'tganimdek shifokor anu-tunu yetmagan bo'lsalar ham, mana bunaqa ko'rinishda, mana bunaqa sharoitda topshirishingiz kerak deb, oldin borib o'sha maslahatchi bilan maslahatlashsangiz, mana shunaqa natijalarni har xil yoki noto'g'ri chiqishini ham oldini olish mumkin bo'ladi-da.
ular sizga o'sha O'zbekistonni fuqarolarini himoya qilish qonunimizga asosan sizni savollaringizga javob berib, o'sha olingan natijalarni to'liq ishonchli olishganligini tasdiqlab berishga harakat qilishligi kerak. Mana Man hozir qo'shilsam, ha, marhamat. ha, Yana bir yana. Nodir aka kechirasiz, bittani nima qilmoqchi edim. Mana bizga ham bunaqa murojaatlar bo'ladi, to'g'ri. Biz iltimos qilamiz, o'sha boshqa klinikada topshirgan bo'lsangiz, iltimos olib keling deb. Bu hozir boshqa klinikani yomonlash yoki o'ta noto'g'ri qilibdi degan fikrdan yiroqman. Men o'sha tepada aytib o'tganimdek, qaysi usullarda qilingan, qaysi analizatorlarda qilingan, o'shalarni solishtirish kerakda. Qaysi vaqtda olingan, qanaqa sharoitda olingan. Nodir aka ham aytib o'tdilar. Agar vaqtlar ham oralig'i bo'ladigan bo'lsa, hamma ko'rsatkichlarda emas, ayrim ko'rsatkichlarda ham o'zgarish bo'lishi mumkin. O'shaning uchun mana shu tomoniga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Nodir aka, marhamat, siz ham fikringizni bildiring, undan so'ng savolimni beraman. Bizni hurmatli patsientimga man hozirgi mana bemor sifatida ishtirok etyaptilar jurnalistimiz, ularga nima maslahat berardim? Agar haqiqatdan ham siz ishonch o'zi umuman olganda shu haqiqatdan ishonchli laboratoriya bu akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya hisoblanadi. Ya'ni ular haqiqatdan ham o'sha boshida aytganimdek sifat nazorati ustida ishlaydi. Agar bunaqa laboratoriyani O'zbekistonda agar hozir mana endi nimada yo'lda puti deydi-ku, yo'lida bunaqa akkreditatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan laboratoriyalar ko'payib qolgan yoki bo'lmasam referens laboratoriya deymiz. Masalan, o'sha aytganlaridek положительный, отрицательный agar bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha referens laboratoriyalarimiz hozir bizda yetarli darajada emas, infeksiyalarga nisbatan bunaqa laboratoriyalar ham bor. Yo'q emas. Endi haqiqatan Ruslanakam to'g'ri aytdilar, preanalitik bosqich bu bitta bizda emas, butun dunyoda bu narsa tasdiqlangan. 68-70% xatoliklar bu preanalitikada bo'ladi haqiqatdan ham. Lekin bizni aynan hozirgi sharoitdan keltirib chiqqan holatda bizga aytibamizki, hammasini o'sha sharoitini sizlar standartlashtirilgan holatda topshirilganligi uchun men preanalitika haqida gapirmadim. Taxminan 90% bular hammasi bir xil sharoitda topshirilgan deb aytdinglar, to'g'rimi? Preanalitik xato bitta endi desak agar shu minimalniy, ya'ni deb hisoblaganimizda ham shunaqa katta o'zgarishlar borligiga hammamiz hozir shubha bilan qaryapmiz bu natijalarga. Shunaqa deb o'yladim. Haqiqatda mana shu tahlillarni topshirgan odam preanalitikaga rioya qilgan holda maxsus tayyorgarlik bilan borgan va shu 3 ta tibbiy laboratoriyada 1 soat, eng ko'pi 1 soatning ichida shu 3 ta laboratoriyada topshirib ulgurdi. Endi o'sha navbatlarni hisobga olgan holda. Lekin ko'rsatkichli, lekin achinarli. Endi mana hozir jurnalistimiz ham aytdi-da, men nima qilay, qaysi laboratoriyaga boray yoki yangisiga topshiraymi? Bularni hammasi iste'molchilarga juda katta noqulayliklarni olib keladi. Buni tan olishimiz kerak. Birinchidan vaqt yo'qotyapti. Ikkinchidan bu yerda sog'liq masalasi, eng asosiysi sog'liq masalasi. Chunki diagnostika noto'g'ri ketadi, davo noto'g'ri ketadi va moliyaviy tarafi bor bu masalalarni ham. Chunki tinimsiz analizlarning ketidan faqat analiz topshirib yuravermaydi. Tezroq shifokorga borish kerak, o'zini o'sha tadbirlarini qilish kerak. Mana shu o'rinda nima qilish kerak laboratoriyalar bir-biriga yaqin va bir xil natijalarni berishi uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Elmira Ismoilovna, Mahmudjon, sizlarning fikringlar qanaqa bu borada? Elmira opa gapiraveraymi yo gapirasizmi? Gapiravering, я добавлю потом. Хорошо, bo'ldi. Avvalo tahlil natijalarini ko'rib turibmiz, har xillikni ko'ryapmiz. Shu narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Biz tibbiyot xodimi emasmiz, lekin metrologiya, ya'ni o'lchashlarni bir xilligini, yagonaligini va kuzatiluvchanligini ta'minlash sohasida faoliyat yuritamiz. Mutaxassisligimiz ham shu bo'yicha. Albatta laboratoriyalarga ishonch bildirish uchun o'zini mezonlari bor. Ya'ni o'sha mezonlarni laboratoriya bajarib qo'ygan bo'lishi kerak. Hozir qisman aytib o'tdilar, Nodir opam, Mirmusun akam aytib o'tdilar. Qo'shimcha ravishda aytamanki,
Laboratoriya aynan bitta tizim bo'yicha, tizim miqyosida, masalan, sog'liqni saqlash tizimi miqyosida bo'ladigan bo'lsa, malakani tekshirish yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni внешняя оценка качества, ya'ni tashqi sifat nazorati yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Fransiyada akkreditatsiyadan o'tmagan laboratoriyalar litsenziya ololmaydi, ya'ni faoliyat yuritolmaydi. olmaydi. Bu faqat yagona davlat, biz ham buni yaqinda bunga ma'lumotga ega bo'ldik. Dunyo bo'yicha yagona davlat Fransiya. Akkreditatsiyasiz litsenziya ololmaydi. Lekin ko'p davlatlar borki, akkreditatsiyani majburiy holatga kiritmagan. Lekin qanday qilib bu masalaga yechim topishadi? O'sha tizimning tartibga soluvchi tashkilotida tashqi sifat nazorati yo'lga qo'yiladi. Ya'ni laboratoriyalar orasida o'zaro solishtirish masalasi yo'lga qo'yiladi va bu regulyar tarzda, doimiy, muntazam ravishda amalga oshirib boriladi. Endi zamon tezlashib ketdi. Hammamiz bilimli bo'lishga majburmiz. Agar biz bilimli bo'lmasak, har xil mahsulot bizga kelaveradi, bizga zarar berishi mumkin bo'lgan, geni o'zgartirib ketilgan, ichida zahar bo'lgan, toksin bo'lgan va hokazo. Xuddi shu nuqtai nazardan tibbiy tahlilni biz iste'molchisi sifatida qarayotgan bo'lsak, biz albatta laboratoriyalardan so'rashimiz kerakki, qachon siz sifat nazoratini amalga oshirdingiz? Kimlar bilandir solishtirish amalga oshirganmisiz? Sizda etalonlar bormi? Endi to'g'ri, bu juda ham oddiy xalq uchun juda ham bir erish tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Nima u etalon deyishi mumkin kimdir? Etalonlar bormi? Standart namunalaringiz bormi? O'shalar bilan taqqoslab turasizmi? Degan savollarni berish kerak. Shu o'rinda qo'shimcha qilmoqchi edim. To'g'ri, ekspertlarimiz aytib o'tishdiki, usullar bir-biridan farq qilishi mumkin. Ammo iste'molchi usullar bir-biridan farq qiladimi, qilmaydimi, zamonaviymi, eskirganmi, o'sha natija asosida unga tashxis qo'yiladi. Bu nimani anglatadi? Usul zamonaviy yoki eski bo'lishidan qat'iy nazar, laboratoriyalar o'zaro bir-biriga ekvivalent bo'lgan, mos bo'lgan natijalarni ko'rsatishi kerak iste'molchi tarafdan qaraganda. Nimagaki u o'sha natijalarga asoslanib ertaga preparat qabul qiladi. Farmatsevtika mahsulotini qabul qiladi. Uni bizni jigarimiz tozalab beradi, buyrakka ta'sir qiladi va hokazo organlarimizga ta'sir qiladi. Buni tizimli yechish kerak deb hisoblaymiz. Buni albatta iste'molchi malakaga ega bo'lish shart. Nimagaki iste'molchi malakaga ega bo'lmasdan turib, kimga ishonay deb turib, menga ishon, meniki chiroyli deb turib ko'rsatib bersa, o'sha ключевой deydi-yu, asosiy tayanch jihatlarga e'tibor bera bilish kerak. Ya'ni siz kim bilan solishtirishni o'tkazdingiz? Qanday natijalar oldingiz? Aytganlaridek akkreditatsiyangiz bormi? Referens maqomdamisiz? Sizda reyting qanaqa? Misol uchun, umumiy hamma tushunishi mumkin bo'lgan savollarni berish kerak. Laboratoriya ham bu borada o'zini ko'rsata bilish kerak. Xohlasangiz shu yerda topshiring, xohlamasangiz bu yerda topshirmang deyishi ham mumkin, to'g'ri. Monopoliya holati bor, chekka-chekka hududlar bor. Endi agarda mabodo haqiqatda bizda solishtirish masalasi yo'lga qo'yilib, ommalashib ulgursa, o'z-o'zidan xususiy klinika ham yoki davlat klinikasi ham o'zini reklama qilishga tushadi. Ya'ni biz solishtirish natijalarini mana bu darajada oldik, bizga topshirsangiz to'g'ri natija olasiz, hammaga ham ishonavermang deyishga o'tadi. Ammo hali u darajaga yetib kelmadik. Elmira Ismoilovna, marhamat. Sizda qanday fikrlar? Mana hozir 15189 standart haqida Muhsin aka gapirib o'tdilar, ya'ni shu tahlillarni olish tartiblari mana shu standartda ham ko'rsatib berilgan. Umuman tibbiy laboratoriyani qanday faoliyat yuritishi kerakligi Mahmudjon xususan gapirib o'tdilar. Siz nima qo'shimcha qila olasiz mana shu standart bo'yicha? Bu standart qanchalik muhim standart, ya'ni tibbiy laboratoriyalarni aniq-tiniq javob berishi uchun? Elmira opa, mikrofoningiz o'chgan. Elmira opa, mikrofonni yoqib olamiz. Да, спасибо. Я что хочу сказать, что вот видя вот эти результаты,
даже вот на одном АЛТ-ферменте, который непосредственно влияет, да, большую роль играет с печенью. Правильно, да, Нодрапа? Толест. Да. Оказывается, толест, да. Да, больной может получить неправильное лечение, это 100%, или остаться без ведома, что есть на самом деле. Что хотелось бы сказать? Конечно, если бы наши лаборатории внедряли бы у себя систему качества, которая контролировала бы все процессы, и все они были бы едиными для всех, то такого плачевного результата мы, конечно, не получили бы. На сегодняшний день есть международный стандарт ISO 15189, который практикуется во многих странах. Этот стандарт относится к медицинским лабораториям и описывает требования к качеству и компетентности именно клинико-диагностических лабораторий. В этом стандарте описаны те требования, которые должны лаборатории подтверждать. Это вплоть до от входа до выхода. Он включает различные разделы. Хочу сказать, что аккредитовав свою лабораторию согласно стандарту 15189, клинико-диагностическая лаборатория будет намного спокойней. Она будет обеспечивать качество как системы качества, так и качество компетентности к персоналу, единство методов, единство процедур, метрологическая прослеживаемость, все ресурсы, это, естественно, реактивы, вспомогательные какие-то необходимости. Если будет это все контролироваться и будет едино, то такого плачевного состояния ни у кого не будет. Все-таки, когда третья сторона контролирует лабораторию, и лаборатория всегда будет стоять на готовности. Если система у него внедрена, эта система постоянно работает, то никаких ошибок. То есть есть минимальный риск к чему-то. Я думаю, у нас есть на сегодняшний день лаборатории аккредитованные, но они по направлению вирусологических и бактериологических лабораторий. К сожалению, вот биохимические и анализы крови у нас еще laboratoriy nету. Mana siz hozir yaxshi narsani aytib o'tdingiz, uchinchi tomonni nazorati deb aytib o'tdingiz. Aynan o'sha iste'molchilarni nazorati degan bir narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Agar har bir iste'molchi kichkinagina bir xulosa o'rnida aytmoqchiman, analiz topshirgani borganda birinchidan tayyorgarlik bilan borishi kerakligi haqida shifokoridan bilib borsa, ikkinchi o'rinda borayotgan o'sha tibbiy laboratoriyasi standart talablari bo'yicha ishlayaptimi yoki yo'qmi bir qiziqib qo'ysa, yoki bo'lmasam Mahmudjon aytganidek o'sha ichki sifat nazorati oxirgi marta qachon o'tkazildi va umuman o'tkazildimi degan bir savolni berib qo'ysa, etalonlari bilan qiziqib qo'ysa va o'zini o'sha talablarini qo'yib borsa, menimcha tibbiy laboratoriyalar ham ancha hushyor tortadi. Demak, bugungi kunda iste'molchisi o'z haq-huquqlarini juda ham yaxshi biladi. Kelib nima uchun pul to'layotganini ham biladi va o'zi pul sarflab to'layotgan xizmatidan sifatli bir natija olishni xohlaydi. Nima deysizlar? Yana qanaqangi bir qo'shimchalar bor mana shu mavzuda? To'g'ri,
iste'molchilarimiz, omma, jamoatchilik hammasi ham standartlarni bilishi shart emas, lekin ular bilishi kerak bo'lgan asosiy qoidalar bor va mana shu qoidalarni har bir iste'molchi bilishi kerak deb yana qaysi jihatlarni hisoblaysizlar? Shunga bir xulosa qilib bersanglar, marhamat. Mumkin bo'lsa Mahmudjon akani aytgan fikrlariga qo'shimcha qilmoqchi edim. To'g'ri aytib o'tdilar. Ko'rsatkichlar to'g'risida fikrimizni qanaqadir yakunlash uchun men ham shifokor sifatida sizlar bilan qo'shilaman. Qaysi usulda tekshirishdan qat'iy nazar o'sha bir-biriga yaqin ko'rsatkich olishimiz kerak. To'g'ri. Lekin bu yerda ham bitta ko'rsatkichni esimizdan chiqaryapmiz. Mana o'sha xalqaro standart 15189 da noaniqlikni aniqlash majburiy sifatda kiritib qo'yilgan. O'sha ko'rsatkichlar men o'sha aytmoqchi edim, 3 xil usulli har xil noaniqligi bo'lishi mumkin-da. Men taxmin qilyapman, odam omili bo'lgani uchun qo'lda qilinadigan usullarda noaniqligi ham juda katta chiqishi mumkin. O'sha plyusini qo'shadigan bo'lsamiz, balki mana bu xususiylarniki to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham boyagi Mohigul opa to'g'ri aytganlaridek, borganda nafaqat o'sha laboratoriyalar qanaqadir sertifikatlari bormi xalqaro, o'sha xalqaro tashqi sifatni baholash dasturlarida qatnashishadimi, qanaqa natijalarga erishishyapti, o'zi bu saytlarga ham qo'yilishi kerak bu ma'lumotlar yoki o'sha blanklarda qanaqadir bu to'g'risida ma'lumotlar bo'lishi kerak. O'sha noaniqliklar aniqlanyaptimi? Men o'sha bekorga boshida aytganim yo'q, nimaga boshqa laboratoriyanikini ham solishtirish, o'sha nafaqat usullar. Meni o'zimning tajribamda bo'lgan, bir marta bir patsientimiz kelib, ko'rsatkich bizani ko'rsatkich bilan boshqa laboratoriyada 10 barobarga farq qilgan. Nimaga bunaqa bo'lyapti deb, katta farq, hayron bo'lib kelganlar. Bizga kelgan o'sha boshqa laboratoriyanikini iltimos ko'rsating deb iltimos qilganimda haqiqatda ko'rsatganlar o'sha birliklarda farq bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? O'zi ikkalovi ham me'yorda bo'lgan. Buni me'yori o'sha boshqa bo'lgan, birligi boshqa bo'lgan, uni birligi boshqa bo'lgan. Lekin o'sha konvertatsiya qilib hisoblab chiqqanda u to'g'ri kelgan. Shuning uchun ham aytayapman. Misol uchun mana bu yerda ham ko'rishimiz kerak. Asosiy blankni men ko'ra olmay qoldim. Fermentda ham agar tepada aytib o'tgandek megamolmi yoki millimolda bo'lsa, u yerda boshqa ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Mana bu xususiy birinchi klinikada agar единица, то есть birlik na litrga hisoblanayotgan bo'lsa, u yerda boshqa norma bo'lishi ham mumkin demoqchiman-da. O'sha noaniqligini hozir o'sha aytib o'tganimizdek hamma laboratoriyalar hisoblab qo'yish kerak. Endi analitika bo'limiga keladigan bo'lsamizda, Mahmudjon aka mana aytib o'tmadilar, balki fikrlar qo'sharlar. O'sha O'zbekiston Respublikasining metrologiya qonuniga asosan hamma o'lchash vositalari metrologiyadan o'tgan bo'lishi shart. To есть agar o'tmagan bo'lsa, o'sha metrologik qiyoslashdan ishlatishga haqqimiz yo'q. O'zi nafaqat o'sha jihozlar, analizatorlar deymiz, plus unga ishlatiladigan o'sha to'plamlar ham mana Vazirlar Mahkamasining 213-qarori bor. Unga asosan O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan analizator bo'ladimi, o'sha tibbiy vositalar bo'ladimi, O'zbekiston tibbiyot amaliyotida ishlatishga yuridik haqqimiz yo'q. Bu tomonlarga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. To'g'ri aytib o'tdingiz. Men ham biron bir tibbiy laboratoriyaga qon tahlili topshirishga, umuman qanday tahlil bo'lsa ham topshirishga borsam, uskunalardan cho'chib turaman. Qachon oxirgi marta telirovka qilgansiz deb so'rab qo'yaman. Xuddi bir nima tushunadiganday. Lekin bu jiddiy narsa ekan. Men mana shu yerda ish boshlaganimdan keyin buni qanchalik darajada ahamiyatga ega ekanligini tushunib yetdim. Chunki tahlil natijasi shu narsalarga bog'liq. Buni oddiy fuqarolarimiz bilmasligi mumkin, lekin bugungi suhbatimizdan keyin o'zlari uchun qandaydir bir foydali jihatlarni olishsa va mana shunaqangi tibbiy laboratoriyalarga borishganda shu narsalar bilan qiziqib qo'yishsa, menimcha ham o'zlariga sifatli xizmatni olishadi, ham tibbiy laboratoriyalarni sifatli xizmat ko'rsatishiga ham turtki bo'lishadi. Mahmudjon, uskunalarni holati haqida ham ikki og'iz aytib o'tsangiz. Darhaqiqat, Ruxsor aka aytib o'tdilar, metrologiya to'g'risidagi qonunga alohida urg'u berib o'tdilar. Tibbiyot sohasidagi o'lchash vositalari juda ham muhim. Ular albatta davriy ravishda tekshiruvdan o'tib turilishi kerak. Bugungi kunda 3606 sonli ro'yxat va
davlat ahamiyatiga ega bo'lgan o'lchash natijalarini beruvchi o'lchash vositalarining ro'yxati bor. Bu Vazirlar Mahkamasini 564-sonli qarorida bor. Ular davriy ravishda tekshiruvdan o'tib turishi kerak. Ammo shu bilan birga bu tekshiruvdan tashqari yana qo'shimcha nazorat talab qiladi, sifat nazorati talab qiladigan uskunalar ham mavjudda. Ayniqsa analizatorlar. Xalqaro tavsiyalarda bu kabi analizatorlar har 20tadan bittasi kontrolni, ya'ni nazorat uchun testni o'tkazish kerak bo'ladi. Bu xalqaro amaliyotda bor, Eurofim degan tashkilotni qo'llanmasida bor. Bu sifat nazorati bevosita. Har 20tadan bittasi deganda, demak har 20tadan bittada etalon bilan priborim to'g'ri ishlayaptimi, ya'ni uskunam, tibbiy jihozim to'g'ri ko'rsatyaptimi yoki yo'qmi deb etalon bilan nazorat tekshiruvini o'tkazib qo'yish kerak. Har 20tadan bittada. To'g'ri, ba'zi bir uskunalarda bu juda ham qimmatga aylanishi mumkin. Lekin imkon borini albatta buni ta'minlash kerak bo'ladi. Endi tibbiy uskunalarni holatiga keladigan bo'lsak, yana bir narsada biz to'g'ri uskuna ham muhim rol o'ynaydi, muhim ahamiyatga ega. Uskunalarimiz Xudoga shukr juda ham jadal jihozlanish bosqichi ketyapti. Laboratoriyalarimiz jihozlanyapti. Mana sanepidem sohadagi laboratoriyalarning yangi uskunalar kirib kelyapti. Bizning sohada mahsulot sinovi sohasida ham bu yangi uskunalar kirib kelyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin masalani yechib berayotgan narsa yangi jihoz emas. Yangi jihoz emas. Yangi jihoz agar yechib berganda edi, akkreditatsiyaga hojat qolmas edi ham. Uni to'g'ri sifat nazoratini yo'lga qo'yish kerak. Unda to'g'ri ishlay olish kerak. Ya'ni bosqichlarni aytib o'tdilar. O'sha bosqichlarga to'g'ri rioya qilish kerak. Juda ham ko'p faktorlar bor. Bular hammasi tizimli yechilishi kerak. Tizimli yechilishini mana Elmira Ismoilova aytib o'tganlaridek 15189 ISO standarti o'zida mujassamlashtirgan. Unda talablar yetarlicha. Butun dunyo bunga qarab ketyapti. Buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Yevropa davlatlari deysizmi yoki boshqa rivojlangan davlatlar deysizmi, ISO 15189 standarti ommalashib boryapti. Hattoki mana qo'shni Qozog'istonda ham xalqaro tan olishga erishgan organ akkreditatsiya idorasi mavjud. Biz ham bu yo'ldamiz. Buni ham alohida belgilab aytib o'tib ketishimiz kerak. Endi shu yerda yana bir jihat borda, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha tibbiy muassasalar 4 xil klassifikatsiyalangan. Juda chekka hududlarda ham tibbiy muassasalar bor. Viloyat markazida, tuman markazida ham muassasalar bor. Bu davlatga taalluqlilari, xususiylarini aytmayapman. Akkreditatsiyaning majburiy qilinishi albatta samara beradi. Mayli juda chekka hududlargacha bormasin, lekin albatta viloyat markazidagi tumanlar, aholi soni ko'p bo'lgan tumanlar markazidagi laboratoriyalarning akkreditatsiya qilinishi tizimli muammoni yechimiga sabab bo'ladi, zamin yaratadi. Nimaga? Chunki akkreditatsiyadan nafaqat uskuna, balki xodim, sharoit, etalonlar, unda qo'llanilayotgan usullar orqali olingan natijalarni boshqa laboratoriyalar bilan solishtirgandagi tahlillar natijalaridan keyin u kompetentlikka ega degan xulosa beriladi. Shuning uchun akkreditatsiyani inkor qilishimiz kerak emas, buni jadal joriy qilishimiz kerak. Ham endi u bilishimizcha bir 10 mingga yaqin tibbiy laboratoriyalar mavjud respublika miqyosida, aynan inson uchun, inson salomatligi yuzasidan xizmat ko'rsatadigan davlatga tegishli bo'lgan. Uni hammasini qilish juda ham yuqori vazifa, juda ham bir murakkab vazifa, lekin darajasidan kelib chiqadi. Viloyat markazi, tuman markazlarida buni yo'lga qo'yish dolzarb deb hisoblaymiz. Chunki buni ortida albatta insonlarning salomatligi turibdi, davlatning genofondi masalasi turibdi. Bularni diqqat markazidan hech ham qochirib bo'lmaydi. Mohigul Azimova bizni bugungi jurnalistimiz podkastimizdagi. Mana hozir biz bir qadar tahlillar orqali masalaga kirib borishga harakat qildik. Siz bir jurnalist sifatida yoki bo'lmasam bir iste'molchi sifatida o'zingizga qandaydir foydali ma'lumotlarni
topa oldim shu podkastdan deb hisoblaysiz va qanaqangi bir xulosa qilib berishingiz mumkin. Va shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Akkreditatsiya so'zi lotin tilidan credo so'zidan olingan bo'lib, ishonch degan ma'noni beradi. Mahmudjon hozir mana laboratoriyalar akkreditatsiyani inkor qilmasligi kerak deb aytib o'tdilar. Inkor qilmagan laboratoriyaga ishonch bo'ladi o'z-o'zidan. Albatta hozirgi ekspertlarimizni xulosalaridan, fikrlaridan juda ko'p o'zimga bir yangi ma'lumotlar oldim va oxirgi mana Mahmudjon aka aytgan fikrlariga juda ham qo'shilaman. Sababki Barchinoy opa rostdan ham odatda mana shu viloyatda yoki chekka tumanlarimizdan kelgan odamlarni qo'lidagi tahlillari bilan poytaxtimizdagi odamlarni o'sha olgan tahlil natijalari anchagina bir-biridan farq qiladi. O'sha demak hozir Mahmudjon aka aytgan demak xizmat turlarini o'sha tekshiruvlarni meni nazarimda butun mamlakatimiz bo'yicha butun respublikadagi o'sha tibbiy uskunalarga nisbatan umuman tahlillar natijalarini o'sha ko'rsatkichlarni yaxshilash ma'nosida agar qo'llaniladigan bo'lsa meni nazarimda o'sha aniq tahlil natijalarini odatda ko'proq o'sha aholimiz poytaxtga kelib qayta ishonch hosil qilishadi. Shu yerda qaytadan topshirishgandan keyinda poytaxtdagi boshqacha aniqroq, to'g'riroq va ishonchliroq degan fikr mavjud. Ya'ni ham buni qanchaligini mutaxassislarimiz aniqroq bilishadi va bugungi albatta muloqotimizdan keyin men o'sha sifatsiz tahlillarni qurboniga aylanmaslik uchun o'sha hozir aytib o'tishganlaridek mana bugungi mana shu demak taqqosga agar taqqoslanishga to'g'ri keladigan bir vaziyatlarga uchragan holatimda o'sha haqqoniy natijalarni olishga harakat qilishim uchun o'sha borgan o'sha xususiy klinikami yoki poliklinikalardagi o'sha tibbiy uskunalarda albatta biroz so'rab ko'rishga harakat qilaman. Bundan keyin o'zim uchun shunday xulosaga keldim va o'sha tahlil natijalarini o'sha nima desam ekan shifokorlar bilan ko'proq maslahatlashgan holatda va ularni o'sha so'zlariga quloq solgan holatda ularni tavsiyalariga amal qilgan holatda olishga harakat qilaman deb o'ylayman. Siz hozir ta'kidlaganingizdek har bitta o'sha tibbiy tahlil natijalarini orqasida rostdan ham insonni taqdiri, salomatligi turibdi. O'sha tahlillarga qarab biz o'sha nima desam ekan davolash, muolaja ko'rsatkichlarini belgilaymiz. Xuddi shu ma'noda meni nazarimda bugungi muloqotlarni natijasini umuman shu muloqotni doirasini kengaytirish va ko'paytirish kerak. Natijasi meni fikrim shunaqa. Barchinoy opa, agar imkoniyat bo'lsa buni bir kattaroq auditoriyada kengroq ma'noda yana bir targ'ib qilishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta. Bugungi muloqot uchun kerakli ma'lumotlar uchun albatta tashakkurimni izhor qilaman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Mohigul juda ham to'g'ri gapni shu yerda aytib o'tdingiz. Viloyatdan poytaxtga kelib o'sha qo'lidagi analizlar natijalarini solishtirib olish bu 21-asr uchun umuman to'g'ri kelmaydigan bir holat. Aslida akkreditatsiyani niyati ham, maqsadi ham shuki, o'sha chekka qishloqda berilgan tibbiy laboratoriyani natijasi bilan poytaxtdagi natijani agar o'sha laboratoriyalar akkreditatsiyadan o'tsa bir-biriga yaqinlashtirish. Mana shundagina biz tahlillarni bir xilligiga erishishimiz mumkin bo'ladi. Va ikki og'iz bugungi ekspertlarimizdan qisqa bir xulosa kutaman. Nodira Ismoiljonova, iste'molchilarimizga ikki og'iz bir xulosalaringiz. Mana hozirgi hamma gapiga albatta qo'shilgan holda o'zimni fikrimni aytaman. Birinchidan bizda bunaqa gap bor. Лучше никакой анализ, чем неправильный deb aytishadi. Ya'ni hech qanaqa analiz bo'lmasin. Bo'lmagani ma'qul, noto'g'ri analizdan ko'ra deb aytiladi. Endi to'g'ri, endi iste'molchilarimiz, laboratoriya iste'molchilari bu kim? Bu albatta bu patsientlar birinchi navbatda bo'ladigan bo'lsa deb hisoblaydi hamma, lekin birinchi navbatda bizani iste'molchilarimiz bu vrachlar hisoblanadi. Shuning uchun biza ko'proq laboratoriya xodimlari va laboratoriya faoliyati vrachlar bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Va biza patsientlarimiz shu bemorlar albatta vrachga murojaat qilganda vrachlarimiz ham bu narsani ko'proq tushunishi kerak. Akkreditatsiyadan o'tilgan laboratoriya aytganimizdek shu tashqi sifat nazoratida xalqaro nazorat provayderlarida ishtirok etadigan laboratoriyalarni vrachlar ko'proq bilishi kerak.
agar har bir bemor qon topshirgan kelib bemor laboratoriyadan sifat nazorati o'tkazasizmi yoki kalibrovka qilasizmi desa, bu o'zingizga ma'lum, bu ancha muncha noto'g'ri. Chunki buni ko'proq vrachlar bilishi kerak. Vrach yuboradi laboratoriyaga patsientni. Vrach belgilashi kerak muolajaga, qon topshirishga qanaqa qilib tayyorgarlik ko'rish kerakligini bemorni. Va vrach biladiki, bilishi kerakki, unga qanaqa referens ko'rsatkichda qaysi usul bilan aniqlangani, ya'ni bitta shu aytganlaridek covidda masalan aniqlanganda IFA yo'li bilanmi, PCR yo'li bilanmi aniq yoki oddiy test poloska bilan aniqlash yo'lini vrach belgilaydi har doim. Va vrachchi shu bizga bergan bemorga bergan tavsiyasiga qarab bemorni u yo'naltirishi kerak. Albatta biz xursandmiz xalqimizni tibbiy saviyasi oshayotganidan va laboratoriyaga o'zligisi inisiativa bildirib borib topshirishayotganligidan. Bu albatta yaxshi, lekin odatda bu narsa pishmagan bo'ladi. Oxirigacha yetkazilmagan bo'ladi. Shuni oqibatida ko'p bizada savollar tug'ilib qolyapti. Shuning uchun men ekspert sifatida patsientlarga, bemorlarga aytardimki, ko'proq vrachlarni tavsiyasiga qaranglar. Vrachlarga nisbatan aytgan bo'lardimki, laboratoriyani to'g'ri tanlaylar. Rahmat. Musarovich, sizdan fikr? Rahmat. Men ham fikrlarga qo'shilgan holatda qo'shimcha qilmoqchi edim. Bu yerda tepadagi fikrimizni ham yakunlab qo'yish uchun bu natijalar bo'yicha hozir mana davlatimiz rahbariyati tomonidan hamma sharoitlar yaratilgan, butun dunyoda ishlab chiqarilayotgan asbob uskunalar tibbiyotga taalluqli bo'lgan, boshqa sohalarga ham taalluqli bo'lgan bemalol olib kelib respublikamizda qayd etib amaliyotga tatbiq qilishimiz mumkin-da. Ana o'sha analitika bo'limiga keladigan bo'lsamiz, agar tepada aytib o'tilgandek preanalitika bo'limida qanaqadir muammolar yo'q edi deb aytadigan bo'lsamiz, analitika bo'limida o'sha jarayonlarni avtomatlashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu inson omili bu yerda olib tashaladi. O'sha avtomatlar Mahmudjon aka aytganlaridek faqat o'sha metrologik tashkilotlar tomonidan nazorat qilib borilsa, o'sha ishlatuvchi ham o'zini vaqtida o'sha qiyoslardan o'tib turadigan bo'lsa, vaqtida o'sha tibbiy, to есть texnik tekshiruvlarni amalga oshirsa, ichki nazoratni amalga oshirsa, tashqi sifat nazoratlarini amalga oshiradigan bo'lsa, bunaqa natijalarda qanaqadir nomuvofiqliklar kamroq bo'lardi. O'sha patsientlarimiz ham qiynalmas edi deb o'ylayman. Chunki meni xursand qiladigan narsam, oldin mana vrachlar bu yerda yaxshi bilishar, peshobni umumiy значит tekshirishini yoki gijjalarni, tuxumlarni tekshirishni mikroskopda qiladi. Ancha vaqt ketadi. Значит, hozir mana avtomatlar kirib kelgandan keyin O'zbekistonga kirib keldi, ko'p klinikalar olishyapti, ishlatishyapti. Уже sun'iy intellekt ham o'tda ishlaydi. Значит, o'tda xatoliklar maksimalni kamayadi demoqchiman-da. Kamayadi. Mana shu tomonlarga e'tibor bersamiz, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endi tashkilotchilarga katta rahmat aytmoqchiman-da, qatnashuvchilarga ham shunaqa tashkil qilganinglar uchun, chunki menimcha juda bu dolzarb masalani ko'taryapsizlar. Bu asosiy bu masalani hal qiladigan yo'li to'ppa-to'g'ri o'sha xudo xolasa barcha laboratoriyalarimiz shu xalqaro 15189 standartidan akkreditatsiyadan o'tishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqa muammolar kamayadi. Kamaygan bo'lardi. Rahmat Muhsin aka. Ilgir Ismoilovna, ikki og'iz sizni xulosaviy fikrlaringiz. Elmira opa, mikrofon. Я забываю. Есть такие хорошие слова, это здоровье народа, богатство страны. Что хотелось бы пожелать, чтобы наши клинико-диагностические лаборатории, наша медицина, она предоставляла для нас хорошие, правдивые, доверенные результаты, чтобы наш народ
меньше заболевал, меньше умирал, потому что именно от этих анализов идут все неправильные лечения, диагноз и так далее. Хочу пожелать и сказать, чем больше будет аккредитация, чем больше будет контроль, чем больше, лучше будет компетентность у персонала, именно клинико-диагностических лабораторий, тем меньше будут заболевать, тем меньше будет некомпетентность, будет сопоставимость всех результатов, и главное, будет доверие у нас, больных, как говорится, у народа. Rahmat, Elmira Ismoilovna. Mahmudjon, ikki og'iz sizdan ham xulosalarni eshitsak. Hop. Avvalambor rahmat, juda ham dolzarb. Nima deydi? Bunaqa seminarlarni, podkastlarni ko'paytirish kerak. Sizga rahmat avvalambor, Barchinoy opa. Va bunaqa tahlillarni ham ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni yana ham kattaroq guruh bilan, yana ham kattaroq diapazonni axbat qilgan holatda, chekka-chekka qishloqlardagi tahlil natijalaridan kelib chiqib ham mana shunday bir xulosalar yasasak mutaxassislar ishtirokida o'ylaymanki foydali bo'ladi. To'g'ri. Viloyatlararo. To'g'ri. Viloyatlararo misol uchun. Rahmat To'g'ri. hammaga e'tibor uchun, fikrlar uchun. Если можно, я хотела бы добавить, конечно, пожалуйста. хорошо было бы, если бы круг расширился, но было бы Круг хорошо, экспертов, если бы да. участвовали с ведомственных организаций, было бы обсуждение именно проблем этих лабораторий. Было бы обсуждение, и, возможно, какие-то проблемные вот эти барьеры все вышли бы наверх. Было бы... Keyingi podkastlarimizda nasib davrani kengroq olamiz va ekspertlarimizni ham kengaytiramiz. Bugun bir nuqtadan shoxlab chiqqan bir tarzda bir necha muammolarga nazar solishga harakat qildik. Birgina mana shu nima desam ekan, ishtirokchimizni topshirgan analizlari natijasidan bugungi suhbatimiz kelib chiqdi va holatni bir muncha tushungandek bo'ldik meni nazarimda. Va eng asosiysi, iste'molchilarimiz ham holat qandayligiga mana shu podkastdan so'ng qandaydir bir tushunchaga ega bo'lsa va o'zlari uchun kerakli bir fikr mulohazalarni chiqarsa, menimcha bugungi mana shu suhbatimizni eng katta yutug'i bo'lgan bo'lar edi. Eslatib o'tmoqchiman, O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan tashkil etilgan efirda Akredit.uz podkasti edi. Bizni kuzatib boring, keyingi mavzularimizda bundan-da qiziqroq va dolzarbroq bir mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Barchangizga ishtirok uchun tashakkur. Rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Rahmat.